Avvalambor kunlarga yetganimizga shukr qilaylik. Qolaversa mana shu yil mana paxta mahsumida turibmiz. Kuchimiz boricha yordam qilyapmiz. Prezidentimizni qarorlariga labbe qilib shu paxta mahsumida ishlayapmiz. Mana paxta terimda misol mana hozir kim g'uvramas ekan yotib qoladi. G'uvrash kerak. Qon aylanib odam sog'lom yuradi. Bu misol mana o'sha 70 dan o'tayotgan bo'lsa, mana soppa-sog' paxta terib yuribmiz mashashlarda. Bir kunda shu 60-70 kilo teryapmiz. 30-oktyabr bo'lsa, endi o'zimiz xomchot hisobim 1 tonnadan oshyapti. Tergan paxta. 2000 dan bersa 2 million pul bo'ladi bu. Ro'zg'orni kamchiliklarga ishlatamiz buni. Bola chaqa